Mehr va baxtga to'la halovatli uychamda remont boshladik-ku, insta olamchamda muhokamalar boshlandi. Gullaringizni kesib tashlang, daraxtlaringizni olib tashlang, remontingiz yana ham chiroyli ko'rinadi degan fikrlar kelyapti. Bu огородигimda yangi botanический sadimda. Oho, mani qancha bedor tunlarim u, qancha mehnatim yotibdi. Uyingiz jannatga o'xshaydi, faizli degan SMSlar juda ham ko'p yozasizlar. Mani ko'ynimni ko'tar SMS yozgan har bir gulimdan Alloh rozi bo'lsin. Mani eng sevimli mevam anor огородигimda o'z-o'zidan o'sib chiqdi. Rizqlantirgan Robbimga alhamdulillah. Gazon va palma ekish juda ham oson, lekin faiz aynan shu o'simliklarda va mevali daraxtlardadir. Spaylimi ham yangi remont qildirib olsak ishlataman deb Aisha Home Uzdan shunaqa asalgina pasilni bilyo zakaz qilgandim. Yengilgina remont qildiramiz deb kattalashib ketdi. Qachon spaylim remont bo'ladi-yu, qachon bu pasilni ishlataman, sabrim yetmadi. Ularni to'g'risini aytinglar, menga o'xshab pasilni bilyon juda ham yaxshi ko'rsanglar kerak. Tabiatan injiqbasman, pozitiv, optimistkaman. Lekin pasilni bilyon mattosiga kelganda injiqligim tutib qoladi. Sholk va sintetikalarda umuman yotolmayman. Aisha Home Uzda har xil materiallar bor. O'zim xohlagan rasvetkada ko'ynimdek qilib tiktirib oldim. Aisha Home Uzda nafaqat pasilni bilyolar, rayner, dasturxon, patarelnik, chexollar ham zakaz qilsangiz bo'ladi. Voy kelganda pardazmolim ham maqtanib ketdik. Gruziyadan olib kelgan mana. Maqtanchoqmani bilasizlar. Remontigimiz kattalashib ketdi. Nazarimda spalnima remonti shu sayohatimizdan keyinga to'g'ri kelsa kerak-ku. Bunday o'ylab qarasam, oradan 1 oy 2 oy vaqt o'tib ketib qolar ekan. Remont tugashini kutib o'tirasanmisan, har kun baxtli bo'lishga loyiqsan tamannoshka deb o'zimga o'zim motivatsiya berdimda, savola qoldim. Boplapammi?